Salom futbolsevar do'stlar. Mana biz kutgan katta futbol bayrami Jahon chempionatiga ham bir necha kun qolmoqda. 48 ta terma jamoa, 100 dan ortiq uchrashuv va bir oylik uyqusiz tunlar. Bugun esa biz turnirning eng qaynoq guruhi va shu bilan birgalikda mezbon terma jamoa o'rin olgan A guruhini batafsil tahlil qilamiz. Ushbu guruhda kimlar bor deysizmi? Meksika, Janubiy Afrika, Janubiy Koreya va Chexiya terma jamoalari. Bu guruh ko'rinishidan oddiy tuyulishi mumkin, lekin bir nechta terma jamoalarda keyingi bosqichga chiqish uchun imkoniyatlar mavjud. Videoni boshlashdan oldin like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Guruh va turnir mezbonlaridan biri Meksika. Ular o'z tarixida 3-bor jahon chempionatini qabul qilmoqda, lekin ularning ustidagi bosim dahshatli darajada ulkan. Afsonaviy darvozaboni esa Guillermo Ochoa. Tasavvur qiling, u o'zining 6-jahon chempionatiga chaqirildi. Bu mutlaq tarixiy rekord. Shuningdek, hujumda Raul Jimenez va yarim himoyachi Edson Alvarez kabi tajribali yetakchilar bor. Yosh iqtidor Gilberto Mora ham barchaning diqqat markazida bo'lib turibdi. Osiyo Grande esa Meksikaning guruhdagi eng asosiy raqibiga aylanishi mumkin. Koreyaliklar ketma-ket 11-marta jahon chempionatida qatnashmoqda. Albatta, jamoa sardori Son Heung-min, unga esa Bavariyadagi Kim Min-jae va PSG yulduzi Lee Kan-in hamrohlik qiladi. Bu tarkib nafaqat guruhdan chiqishga, balki uzoqroqqa borishga ham qodir bo'lishi mumkin. Chexiya jamoasi bu yo'llanmani play-off orqali qiyinchilik bilan qo'lga kiritdi, ammo ularni aslo hisobdan chiqarib bo'lmaydi. Yevropacha tartib va jismoniy ustunlik ularning asosiy quroli. Bayer Leverkusen hujumchisi Patrik Schick va yarim himoyachi Tomash Souchek. Schick turnirlarda kutilmagan gollar urish bo'yicha usta. Shunday ekan, raqib himoyachilari hushyor bo'lishlari shart. Va nihoyat guruhda ko'pchilik outsider deb hisoblaydigan, lekin har qanday jamoani burnini qonatishi mumkin bo'lgan Janubiy Afrika terma jamoasi. Asosiy qahramon darvozabon Ron Van Williams. Agar Janubiy Afrika Respublikasi play-offga yo'l olsa va ish penaltilar seriyasigacha borsa, bu yigit haqiqiy dahshatga aylanadi. Hujumda esa Burnley a'zosi Lyle Foster raqiblarga tezlik borasida muammo tug'diradi. Meksika va Janubiy Afrika o'rtasidagi uchrashuvga e'tibor bering. Bu xuddi 2010-yildagi jahon chempionati ochilish uchrashuvi takroriga o'xshaydi. Shuningdek, 19-iyundagi Meksika va Janubiy Koreya o'rtasidagi bahs guruhdagi hal qiluvchi uchrashuv bo'lishi mumkin. Xo'sh, mening taxminlarim qanday? Meksika terma jamoasi o'z uyida muxlislari qarshisida va shuningdek, Ochoaning ajoyib seplari evaziga guruhda birinchi o'rinni egallashi mumkin. Janubiy Koreya va Chexiya esa ikkinchi o'rin uchun shafqatsiz tarzda kurash olib borishi kutilmoqda. Jamoa sardori Son Heung-minning tajribasi evaziga Janubiy Koreya ushbu guruhdan ikkinchi o'rinni egallab, keyingi bosqichga yo'l olishi mumkin. Chexiya esa eng yaxshi 3-o'rinlar orasida keyingi bosqichga ilashishga harakat qiladi. Xo'sh, sizningcha ushbu guruhdan qaysi terma jamoalar play-offga yo'l olishi mumkin? Videoda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Obuna bo'lib, like bosishni va yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Keyingi tahlillarda ko'rishguncha xayr. Extra time. Har bir soniyada futbolni his eting.